Assalamu aleyküm bütün dünyadaki süyümlük Uygur milletimiz yaxshimisiz? Ben bugün chet elden vatanimizga qaytib, Xitoy tajovuzchilari tarafidan tutilib ketib qolgan %90% Uyg'urlar to'g'risida, ham tutilmaganlar to'g'risida. Hem ondan başka yakında İstanbul'da zaharlash bilan, suiqasd bilan o'ldirilgan bizningki qimmatli ko'rgan Kırımdışımız, şairimiz Abdülhamid Uygur'unki musibet, ölümü to'g'risida qisqagina söz qilmoqchi. Muşu sözümni en ahirgacha anlaşanlarını ümit qilaman qarindoshlar. Chunki men xeli oldu söz qilmagan. Chunki biz bu dava qilish uchun, oilamiz uchun pulimiz bo'lmaydi. Ba'zi bir ticari ishlar tufayli biz tijorat bilan bo'lib, ekran oldiga chiqib, sizlarga söz qildik, vaqtimiz bo'lmay qoldi qarindoshlar. Çünkü bizge başkalık kelgendek Xitoydan yoki başka yerden pul kelmaydi. Biz özümüz tirmişip yıllardan beri hem halkımızın hem qarindoshlarimizningki şu destekleri bilan bugunga keldik. Allah kalırsa bundan keyinmi cho'ng ishlarni tevirtishga tirishimiz Allah nasip qilsa. Suyumli qarindoshlarimiz, hem Abdülhamid Uygur'un musibeti bir shaxsning musibeti. Ama bu Sarxilning musibeti. Ama bunda sarxillardan yani bir qanchasi var. Şu o'xshash musibet bo'lgan kishilar buningdan xalqninki, yani umumning so'zi muhim bo'lganligi uchun, chunki sarxillar xalq ishidan chiqadigan bo'lg'achqa, xalq yana muhim o'rinda bo'lg'achqa, avval xalqimiz bilan munosabatli ish to'g'risida so'z qilaman, keyin Abdülhamid Uyg'urninki musibet to'g'risida so'z qilaman qarindoshlar. Mushu torlarda ko'p taqovatidi. Vatanga ketib qolgan Uyg'urlar to'g'risida. Nurg'ulg'an Uyg'urlar vatan ketib boradi deb torlar taqovatidi. Ammo lekin torda taqovatgan, ya'ni vatanga berib, ya'ni Urumchininki aydiromidan videosi taqovatgan Uyg'urlar sanoqli qarindoshlar. O'nga bormaydi. Ammo tashqi jamiyatda taqovatgan so'zda vatanga xuddi 10 minglagan Uyg'ur ketib qolgandek bir xabar taqovatadi qarindoshlar. Xalqimizni xuddi shu Uyg'urni biz qaytavatgandek bir tuyg'u kelyapti. Bu tajovuzchi Xitoyninki eng cho'ng o'yini qarindoshlar. Maqsad tajovuzchi Xitoylar mana mushunda qilish orqali chet eldagi Uyg'urlarninki asos ko'pinchasini vatanga qaytarib kelib, vatanda bosmoqqa 5 bilan turimiga sulab o'tirib yo'q qilmoqchi qarindoshlar. Chunki vatanning ichida turimiga sulashga tegishli qo'ygan, lagerga sulash tegishli qo'ygan, o'tirash tegishli qo'ygan, kesish tegishli qo'ygan hammani qilib bo'ldi Xitoy. Bir kishilik o'tirib, sulab tugitib bo'ldi. Endi chet eldagi Uyg'urni vatanga akirib turib yo'qotishning planini tuzdi. Ammo bu yerda video chekib, oshkora berayotgan insonlar meyli xato tushuninglar, meyli tushuninglar. Ularningki vatanda ya bir tog'isi, ya bir aksi, ya bir dadisi Xitoy uchun xizmat qiladigan muhim o'rindagi odamlar. O'zimi chet elda turib Xitoy xizmat qilayotgan insonlar. Bunda desam vatanga qaytgan hamma Uyg'ur Xitoyning odami deganlik emas qarindoshlar. Aşkarı ketib qolgan insonlar. Oldiga odam chiqib, hatto Xitoy soqchilar chiqib aşarı qarshilayotgan insonlar Xitoy bilan bevosita munosabat bo'lgan insonlar. Nima uchun ular aşkarı erkin chiqa oladi-yu, ammo boshqa shuning bilan bir aeroplanda borgan 10 kishidan 9 sulinib ketib, shu birsi saq qoladi. U mu Uyg'urda, bu mu Uyg'urda? Tajovuzchi Xitoylar birni desmay selib ming tutyapti qarindoshlar. Biz kichik vaqtimizda, katta vaqtimizda, quchqashtimizda bosmoq yasaydik. Bosmoqning teshiga oz dan sipitib, bosmoqning ichiga ko'p dan sipitib qarindoshlar. Katta teshidagi danni yeb, qo'shib to'ymay ichiga kirdi bosmoqning ichiga, jipda bir tortib, bosmoqning ichiga kirdi, katta sipitib. Tajovuzchi Xitoylar mana shu bizningki kichik vaqtimizdagi bosmoq siyosatimizni qo'llanayotgan qarindoshlar. Uyg'urlarni oldiga ozroq dan sip qo'yib, aşında özünün adamların çıkarıp koyup, keldi ketdi qilib, aşkara çıkarıp, nurg'ulg'an sağlam Uyg'urlarni vatanga akilib olib, vatanni bosmoqchi tutib qarindoshlar. Bular ko'ngilda turib, biz da'voga aralashmadik. Biz o'zimizning ishi bilan bo'ldik, da'voga destek vermedik va hokazo. Shunga vatanga borsa Xitoy bizni hech nima qilmaydi deb o'ylayotdi.
Ameliyatda şunu oylaş gerek. Mısır'daki Uygurlarını Xitayla ekketti mi? Ekketti. Ular davaga aralashqanmati, aralashmaganti. O'rta Osiyoda nurg'un tijoratchi Uygurlarni tajovuzchi Xitayla ekketib turmuga solib etdi. Ular davaga aralashqanmati, aralashmagan edi. Uning oldi Turkiyaga va boshqa tijorat uchun kelib vatanga berib, Xitoy turmusida yotgan Shiit bo'lgan qarindoshlar bor. Ular davaga aralashqanmati, aralashmaganmati. Buni nima degan ishni unutib ketdi qarindoshlar? Asla unutib ketmayli. Uni bir yanda qo'yaylik. Tajovuzchi Xitoylar planliq tug'utning banasi bilan onaning qusqidagi balni o'ttirayotdi qarindoshlar. U ballarimiz davaga aralashqanmati, dunyoga aralashqanmati, hech aralashmaydi, hech qilolmaydi bu vaqtda. Ammo kimning bu vaqtda Uyg'urning balasi edi. Shuning uchun tajovuzchi Xitoyning maqsadi nima? Yer sharidan Uyg'urni tugutish qarindoshlar. Tabiiyki tugatilmaydi, ammo uning nishoni shu. Yana birisi Uyg'urlarning yanchiqidagi mol dunyo pulni tugutish, kuchsizlashtirish. Yani çünkü onun obro'yini tükey, obro'siz qilish. Yani biz chet elda bo'lsa sharqillarni zarlab, o'ttirib tugutish. Xuddi Abdulhamid Uyg'ur, ham Abdukim Maqsum Hojim, ham yani ashturmada o'lgan doktor Abdug'ufur Hojimni bilsa, ana shularga o'xshash kishilarni o'ttirish. Ham o'ttiramaganlar uchun har xil bano bilan u taqqa bu taqqa yo'lga selish orqali jihad banasi va hokazo banolar bilan aşağıda Shiitlik banasini o'ttirib yo'q qilib, Xitoyga qarshi o'qotadigan, Xitoyga qarshi amaliy ish qiladigan, vatanimizning mustaqillik uchun qurol tutgan yoshlarni uchun chet elda yo'q qilib chiqarindoshlar. Buni so'zlab kelsak, pek uzrab ketadi. Qisqa so'zlayman. Vatanga Uyg'urlarimiz asla ketmanglar. Vatanga bordiq deb video chekkan Xitoyning odamlariga aldanmanglar. Ammo lekin vatanimizni qanchalik